Kimni Alloh Rabbimiz o'zining keng rahmati va marhamati bilan to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, ani hech kim adashtirmas. Kimni Alloh Rabbimiz o'zining adilligi bilan adashtirsa, ani hech kim to'g'ri yo'lga ko'ndirmas. Shahidlik bilan shundoqda Allohdan boshqa hech bir ibodat qildirga loyiq zot yo'q. Yolg'iz u, ani tengdashi yo'q. Ham shahidlik bilan Muhammad sallallohu alayhi va sallam Alloh taolaning quli ham kishisi ekanligini. Amma amin ahli bayti sahobalarga, tabiinlarga ham to'g'ri yo'ldan borishi barcha mu'min musulmonlar Allohning salami, rahmati va barakati bo'lsa edi. İxtibar etib qarasak, ko'pgina fitnalar, shuvoshlar, sug'ishlar kishining o'z halidan rizo bo'lmay sababli kelib chiqadi. Ko'pchilik vaqtda rizo bo'lmagan aybir bu dunyo moli. Kishi Rabbisi anga taqdir qilgan, anga bergan aybir bilan qanoat bo'lmay, shukr etmay, ham natija olarak bo'lgandan quruq qoladi. Peygamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem qanoat qilgan kishi to'g'risida bunday deb aytadi: "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Alloh bima ataahu." Ulaşqa erişti şu kişi kim İslam'ı kabul etti, yeterlik etib rizqlandirildi, ham Allah ona bergandan qanoat qildi. Abu Hurayradan keltirilgan hadisda Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam aytadi: "Laysa al-ghina an kathratil 'arab, walakin al-ghina min an-nafs." Boylik bol molning ko'pligidan tugul, ko'ngilning boy bo'lgandir. Kishi boshqalarning qo'lidagisidan qiziqdan yiroqlashadi. Bu aybirga borib bir kishi o'zining bo'lgan rizqidan, kiyimidan, yashash o'rnidan qanoat bo'lib bilan erishib qoladi. Ammo kishi bir uzoq qolgandan tuzilsa, bir uzoq yashagan umidlansa, u kishida qanoatlik tuyg'usi yo'qqa chiqar, ham natijada shuna qanoatlikka olmash bo'lib, qulsizlik degan sifat olmash bo'lib keladi. Alloh elchisi sallallohu alayhi va sallam aytadi: "Agarda kishining ikki vadi oltini bo'lsa, u uchinchisini tilar edi. Kishining qornidan borib yerga tutar. Alloh taolo tavbalarini qabul etadi." Ikkinchi bir hadisda ikki turli saran, ikki turli qumsiz bir vaqtda da to'ya olmas dedi. Birsi ilmga qarata qumsiz, ikkinchisi dunyo moliga qarata qumsiz dedi. Shulay Alloh elchisi sallallohu alayhi va sallam xabar etdi: kishi qortaya, zaiflana, ammo unda ikki sifat yashara boradi. U umid hamda muhabbat. Shulay Alloh elchisi sallallohu alayhi va sallam aytdi: qiyomat kunida boy kishida, faqirida dunyolikda vaqtda rizqning zarur bo'lgan qadarsini berilgan bo'lsa edi dedilar. Abu Ayyub al-Ansari aytdi: bir badaviy Alloh elchisi sallallohu alayhi va sallam yoniga keldi ham aytdi: "Ey Alloh elchisi sallallohu alayhi va sallam, meni yurak ham o'shunda qisqa bo'ldi." Ya'ni menga yetarlik etib din to'g'risida anglab ham qisqa etib anglab deb Peygamber sallallohu alayhi va sallamga murojaat qildi. Alloh elchisi sallallohu alayhi va sallam aytdi: "Namoz o'qisang, so'g'isi qilib o'qi, ertaga o'qinirlik so'z silama, kishilar mulkatida bo'lgan aybga qiziqma" dedi. Ham Alloh Rabbimiz Qur'onda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma Ko'klarda sizning rizqingiz, ham tafsir olimlarining birisi Allohda rizq deganda yomg'ir o'zalini tutiladi. Ham sizga va'da etilgan narsa, ya'ni jannat. Ko'kning ham yerning Robbisi bilan oldidan bu haqdir deydi Alloh Rabbimiz. Rivoyatlardan belgili bo'lgancha Alloh elchisina sallallohu alayhi va sallamga muhtojlik erishsa, u butun g'oyasini namozga bostirar edi, ham tugardagi oyatni o'qiydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ فَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. G'oylagan namozni o'targa amr et, ham o'zingda ongli sabrlik bilan o'tar. Biz sendan rizq so'ramaymiz, biz seni rizqlantiramiz. Ishlarning xayri tamomlanadi, taqvolar ortidan dedi Alloh Rabbimiz. Ham endi ko'rinishli mufassirlarning birisi Ibn Kathir anlatadi: "La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk" degan oyatni, ya'ni biz sendan rizq so'ramaymiz, biz seni rizqlantiramiz degan oyatni tugandagicha anlatadi. Agarda namozingni turg'izsang, kelar senga rizq o'zing kutmagan yerdan. Alloh Rabbimiz Talaq surasining 2-3 oyatlarida aytadi: "Va may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuqhu min haythu la yahtasib." Birov taqvo bo'lsa, u kishiga Alloh dunyoda ham oxiratda hasratda bo'lib
ol kishini Alloh o'ylamagan yerdan rizqlantirdi. Shusha oyatdagi val aqibatu lit taqva, ya'ni ishlarning oxir o'ngishli tamomlanuvi taqvolar ortidan degan oyatni anglata, ishlarning yaxshi tamomlanuvi jannat, ham ul Allohdan qo'rqqan bandalar uchun azrlangandir. Qanoatlik Alloh elchisi sallallohu alayhi va sallam aytgancha undiq bitirgan xazina. Kishi ko'lida qanoat hisi borliqqa kelsa, u yurak shukr eta boshlaydi. Shukr etu o'z shiratida ne'matlarning davomli bo'luvina, ne'matlarning ortuvina bir sabab bo'lib turadi. Alloh Rabbimiz Qur'onda aytadi: "Va izta'adana robbukum la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi lashadid." Hamma Rabbimiz xabar berdi. Agarda siz shukr etsangiz, men hech shubhasiz sizning uchun orttiraman. Ammo kufr qilsangiz, ne'mat qadrini bilmasangiz, mendan azobim qotadi. Alloh Rabbimiz Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Atan Nabiyya sallallohu alayhi va sallam sa'ilun fa amara lahu bi tamratin falam ya'khudha. Bir vaqt Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yanına muhtoj bir kishi keldi. Ham Alloh elchisi sallallohu alayhi va sallam ona xurmo berishni amr etdi dedi. Lekin tegisi ostini buni olmadi dedi. Wa atahu akharu fa amara lahu bi tamratin faqala subhanallahi tamratun min rasulillah sallallohu alayhi va sallam. Shundan so'ng ikkinchi bir muhtoj, ikkinchi bir so'rovchi kishi keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yanına ham Alloh elchisi sallallohu alayhi va sallam ona shunday xurmo berishni amr etdi. Tegisi suyunib, g'ajablanib aytdi: "Subhanallah, Alloh elchisi sallallohu alayhi va sallamning hurmat etdi." Hamda Alloh elchisi o'zining xizmatchisine aytdi de: "İzhabi ila ummi Salamata fa'atihi al-40 dirhaman allati 'indaha." Bar Salama yanına ham Alloh undan 40 dirhamni bu kishiga berdi. Shusha qisqagina hadisdan, shusha qisqagina rivoyatdan biz ko'ramiz, Alloh taolaning va'dasin ham uning bir vaqtda va'dasini xiloflik qilmadi. Nechik desak, mana shu birinchi uchroqda kishi qanoat bo'lmadi, shukr etmadi, ham Allah berilgan kish bo'lgan hurmatdan da qurib qoldi. Ikkinchi uchroqda shu ikkinchi banda shukr etdi, hamda Alloh Rabbimiz ona Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam orqali orttirib berdi. Lekin kishi qizg'anishga qarshi Alloh Rabbimiz ona bergan ne'matlarni unutab, Alloh Rabbimiz Qur'onda aytadi: "Va qalilun min ibadiyash shakur." Lekin qullarning bek ozig'ini shukr qilalar dedi. Davud alayhissalom Alloh Rabbimizga aytgan: "Ya Rabbi, kayfa ashkuruka va shukru ni'matun minka." Ey Rabbim, nechik senga shukr etdim? Shukr etu o'zida bir ne'matdir, sendan bo'lgan dedi. Hamda Alloh Rabbimiz ona javob etib aytadi: "Al-ana shakartani hina alimta anna ni'mata minni." Mana sen aligina ne'matning mendan ekanligini bilib, sababli shukr etdim dedi. Bir hikmat yasidan shunday so'radilar: "Boylik narsa ul qilib?" Ol javob etib aytdi: "Seni ko'pni tilamadim, bo'lganingdan qanoat bo'laman." Если поразмышлять, то причиной многих смут войн является недовольство. Недовольство своим материальным положением. Мусульманин должен довольствоваться тем, чем наделил его Аллах. А если ему захочется большего, и он станет питать долгосрочные надежды, то лишится силы довольства и не избежит таких низких и презренных черт, как жадность и алчность, из-за которых он станет совершать порицаемое, наносящее вред благородству человека. Но жадность, алчность и неудовлетворенность заложены в самой природе человека. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: если у человека было 2 воды, то есть пересохших руслах золота, то он непременно пожелал бы третьего. Живот человека заполнит лишь земля, но Аллах прощает кающихся. Также он, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: человек дряхлеет, и с ним молодеют 2 вещи: надежда и любовь к богатству. Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: поистине алчность – это нужда, а довольство – это богатство. Не стремящийся к тому, что имеют люди, не нуждаются в них. Аллах Раббимыз har barchalarımızga dalıqlı iman, tavfiq, hidayat, istiqamat bersaydi, onun dininden doğru kalıp, ahir sonuçları sularında da iman kelimesiyle bizi bulsaydı, hak hesapsız münacatlarga kimlerimizin har barchalarımızga nasip kılmaysa kılsaydı. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو
غفور رحيم السميع العليم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه أجمعين. إن الله